Opalar, ustimdagi abayali nima deyapti? Agar sizlar to'ylarga, o'tirishlarga abaya qidirayotgan bo'lsangiz, bu video sizlar uchun. Ko'rib turganingizdek, shunaqa skromniy rasvetkada, lekin ruchная работа toshlari bo'lgan shikarniy modelimiz. Agar siz xudo xola bo'ladigan bo'lsangiz, shunaqa yaltiroqroq variant qidirayotgan bo'lsangiz, bu modelimizni sizga tavsiya qilgan bo'lardik. Bu modelimizda bo'lsa shunaqa gipyurli, toshli, ruchная работали kiyganingizda xojona bo'lasiz. Keyingi modelimiz bo'lsa shu variantimizni qora rasvetkasi, lekin shunaqa toshlari bor, juda ham neobычный qilib chiqarilgan. Keyingi modelimizni ko'rsatib o'taman. Lituchi mishli, ichingizdan bitta baza kiyasiz, ustingizdan shu modelimizni bitta tashlaysizlar, yondiradi, kuydiradi bo'ladi. Salomlarga bo'lsa, shunaqa milliy variantlardan ham olib kelib qo'yganmiz. Xohlasanglar bularni prokatga, xohlasanglar sotib olishga ham bor. Razmerlari standart. Kelib tanlab olib ketaverasizlar. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi telefon raqamlariga telefon qilib bog'laninglar.